Nodir aka, loyihani qachon qilish kerak? Obunachilardan savol tushibdi. Hop, juda yaxshi savol. Loyihani iloji boricha shoshmasdan qilgan yaxshi. Ko'pchilik misol uchun bizada misol uchun bahorda yoz ish ko'payib ketadi va ko'pincha loyihani ustalar misol uchun so'ragandan keyin kelib turib mijozlar bizga buyurtma berishadi. Lekin o'zi aslida loyiha qachon qilgan yaxshi? Kuzda va qishda qilingan yaxshi. Misol uchun hozir ayni payti, mana misol uchun qishda siz agar loyiha zakaz beradigan bo'lsangiz, sizni bahorgacha kamida 3 oy vaqtingiz bor. Agar 3 oy davomida siz loyihani misol uchun bizga yoki boshqa arxitektorga buyurtma beradigan bo'lsangiz, har tomonlama o'ylashga ham o'zingizda ham arxitektorda vaqt bo'ladi, ham puxtaroq ko'rishga va bemalolroq bo'lganingiz uchun ishlardan sal ortib kelgan har xil yugur-yugurlar kam bo'lganini hisobiga loyihangiz qishda qilingan loyiha bahordagi, yozdagi loyihaga qaraganda ancha puxta chiqadi va ideya qilishga ham ancha vaqt bo'ladi. Iloji boricha sizlarga qishda loyiha qildirishni tavsiya beraman. Agar kimga loyiha xizmati kerak bo'lsa, bemalol quyidagi nomerga murojaat qilinglar. Sizlar o'ylagandan ko'ra ancha a'lo darajada qiladi. Bu videoni uy qurmoqchi bo'lgan tanishlarga ham jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Vaqtdan unumli foydalanib olishsin.